Assalomu alaykum obunachilar. Namangan viloyati Norinkapadan optim silyoslarimiz chiqyapti. Donlari bor mana. Donimdaqa maloshniy bo'lgan holatda o'rilgan ekan mana. Shunaqa holatda o'rilgan. Основной maydalab olgan donlar. Rangi lekin juda ham chiroyli, sap-sariq. O'ta ham chiroyli rangi. 17,5 mingdan beryapmiz qopini. Kilo'rasida Norinkapa. Namangan viloyat Norinkapada. Dastavka xizmatlarimiz kelishilgan holda. Optim olgangacha shu ham beramiz ekan. Deb olganga. Silyos 400 tonnali yamani shu beton plashatkaga olib chiqib to'kib sotilyapti. Mana qopdek holat. Telefon qilaverasizlar, telefon nomerlarini chiqarib qo'yamiz. Mashina holatda o'ralgan. Doni ustini qartoni bo'lganda o'ralgan.